Yaxshiyamki o'zi shuni boshladi edi. Menda ozgincha qoldi. Ha, kapot, menda ham ozgincha qoldi. Deyarli tugatib bo'ldim. Juda ham yaxshi qishloq bo'lmasa, ana bo'ldi. Endi bu chegaralarni ham olib tashlasa bo'ladi. Hammangizlar do'stlar, men otim Kapot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, bizning qishloq bilan mana bunaqa graviy yo'lni ta'mirlash boshladi. Eski graviy yo'l bor edi, ular уже toshlar otilib yotib, qoyoqlar kirib ketib, hashiqat bo'lib ketdi. Eski yo'lni qulash uchun biz yangiga alishtirishga qaror qildik. Ha, Kapot, bo'tdan yer to'lasi bor buni. Sani yopordim. Ha, yer to'lasi deysanmi? Yo'q, men birinchi marta bunaqa ko'rishim. Nima Kapot, yer to'lasi bor edi-yu bo'tda. Nima yer to'la? Podolmi? Qanaqa qilib yo'q axir. Men hech qachon yo'q edim. Saniki emasmi Kapot? Diyo, meniki emas. Kapot, rostdan bitta eshik turuvdi. Ochib ko'rsam, ochilmadi u eshik. Qishloqqa qani ko'rsatchi, o'zi qayerda ekan qaziylichi? Qiziqib ketolmayman, qishloq qayerda ekan? Kapot, rostdan ham saniki emasmi? Aldamayapsanmi? Yo'q, qishloqqa nimaga sani aldingman? Birinchi marta uni haqida eshitsam, yer to'la meni uyimni tagida. Kapot, bo'lmasa sal chuqurroq qazgan ko'rasan. Bo'tma sal chuqurroq qazgan. Xo'p, mana eshik ko'raman, qishloq rostdan ham birinchi marta unaqa ko'rishim, yer to'lasi meni uyim tagida. Kapot, rostdanmi? Shuncha paytdan beri ko'rmayapman. Yo'q, necha yildan beri yashayotgan bo'lsam, unaqa qazmadim, qaramadim, unaqa chuqur. Yaxshi topib oldik o'zi, bitta ko'rib ko'raylik. O'zi ichida nima bor ekan? Kapot ichida qimmatbaho narsa bo'lsa-ya. Yo'q, nima deysan? Kim qimmatbaho narsa qo'yib ketadi? Bu yoqqa kirib ko'raylik. O'zi eshik ochilmaydi deysanmi? Qani, davay. Rostdan ham eshik ochilmayapti ota. San qattiqroq aytib ko'rgan. Mana bu harakat qilib ko'rayotganim o'xshamadi ekan. Davay, lopata bilan bo'lmasa, davay ochil. Ana bo'ldi, ochildi. Kapot, yer to'lasi bor ekan. Haqiqatan katta ekan yana. Lekin vashi changayotgan ekan bu joylar. Yashiklar nima bor ekan? Kapot qimmatbaho narsa bo'ladi, bunaqa narsani qarab ko'rgan yashiklarda. Men ham shunga umid qilaman. Yo'q, lekin qishloqqa meni podolimda hech narsa yo'q ekan. Mayli Kapot bo'lmasa ketdimi? Mayli qishloq ketdi. Yo'q, Kapot to'xtab turgan. San uyingda yer to'lasi bor, to'g'rimi? Endi buni sotaversan ham bo'ladi yoki arendaga berib qo'ysan ham bo'ladi. Qishloqqa rostdan ham arendaga berib qo'ysam bo'ladi. Kapot arendaga berib qo'ysa bo'ldi, nimasi qiyin. Pul kelib turadi, bu taxlaq bermaydi-ku. Bir xilaga masalan darsini qo'yishga kerak bo'lib qoladi. Narsalar ko'p bo'lsa, to'g'ri, menda uncha narsa ko'p emas. Shuning uchun uyimni ham saqlayveraman. Abotga hech kimga xalaq bermagan, qo'yib narsalar qo'yib qo'yadi bir xilga odamlar. Yoki bilmadim. Kapot, bo'ldi, arendaga berib qo'ygan. Qolingda sen yarimni beraman arzonga. Kapot, menga kerak emas axir arendaga. Meni uyim katta, hamma narsalarim uyimga sig'adi. Mana masalan, uyim kichkinalar, hamma narsalar sig'maydi. Sanaqa narsalarga ishonchim yo'q, narsalarni qo'yib turadi. Ana shunaqalarga arendaga bersa ham bo'ladi. Qadras pul kelib turadi prosta joyda. To'g'ri aytasan qishloqqa. Rostdan ham to'g'ri aytdi do'stlar. Bo'ldi, bo'lmasa bularni men tozalashim kerak. Endi hamma yon bekor bo'ldi. Yashiklar rostdan ham hech narsa yo'q ekanda. Zo'r narsa ular qanadir izmurt olmas qo'ysa kimdir bekitgan. Ketdi. Qo'riqlovchilarga qolib kelinglar, mana aytdim qishloqqa olib kelinglar dedi. Nimaga mana aynan 13-chi qishloqqa olib kelasizlar? Qo'riqlovchilar. Axir aytdingiz-ku qishloqqa olib keling deb. Mana mashqqa olib keldim. 13-chi qishloqmi? 13-chi qishloqda hech kim meni yaxshi ko'rmaydi. Men yomon ko'rsam 13-chi qishloqdan boshqa qishloqqa olib borlaring. Mayli, bo'pti, boshqa qishloqqa olib boramiz. Ketu mashinaga o'tiring bo'lmasam. Qo'riqlovchilar odam bo'lmaysanlar deysanlar. Men bu narsa yurishga mana qimmat bochikalarim kerak buni. Kapot, to'xtab turinglar-chi. Davay boshlasha zavat qilib ko'ringlar. Kapot nima qotganiga so'rashib ko'ringlar-chi. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Men bu changlarni artishga qaror qildim, xullas, top-toza qilib arendaga topshiraman ekan. Voy, Kapot. Qishloq millionersan, bu nima qilsan? O'zingni yer to'lada o'tiribsanmi? Sani nima ishing bor? Qishloq millioner borgan bo'tam, sen qishloqqa kelding o'zi.
nima bu endi yerto'lami? Ha, nima bo'pti yerto'la bo'lsa, men endi buni arendaga topshirmoqchiman. Nima arendaga? Nima deyapti bu endi? Rost arendaga topshirmoqchimisan? Ha, nima bo'pti endi? Ha, kapot bo'lmasa menga sotmaysanmi? Yo'q, bor qolsan qishloqimdan nari mana senga men sotmayman. Kerak emas menga seni arendatorlar bor qolib o'tgan. Kapot sotgan menga nima yo'la qolsa, baribir olaman. Kapot baribir sotmayman senga. Jindaroq bu sotmadi menga. Ammo axir bu yerda juda ham ko'p qimmatbaho narsalar bo'ladi-ku. Bu yerda kimdirlar narsalar qoldirib ketgan bo'lsa-chi, oldingi donalar va tillarni qoldirib ketgan ekan. Albatta juda ham ko'p ekan, zumrud juda ham ko'p qoldirib ketgan bo'lsa-chi. Qo'rquvchilar, tez podolni menga olib beringlar. Tez yeri to'ladi, kapotni olib beringlar menga. Mayli, hozir pul beramiz, o'zingiz olasiz. Yo'q, menga sotmayapti. Sizlar olib berishingiz kerak. Bo'lmasa ketdi boshqa qishloqqa. Ketdi boshqa qishloqqa shatdan toparmiz boshqa uylarni. Yo'q, uy uchun aytmayapman men senlarga. Prosta olganlaring bo'ldi. O'ta qimmatbaho narsalar ko'p bo'ladi. Bunaqa eskirib ketgan, chirib ketgan, yer to'lalar chak to'lib yotgan. Mayli, qishloqqa men ketdim bo'lmasa savdo qilishga olib beraman shu podvalda bo'lmasam. Davay tezroq bo'lgan. Do'stlar, endi mana shu yashiklarni hammasini kim bu? Assalomu alaykum, siz arendaga sotyaptimi deysiz podvallar? Ha, men arendaga beryaptim, lekin hali sotmayapman bu podvallar. Ha, bo'lmasa juda ham yaxshi. Menga sotishingiz kerak edi, prosta. Nimaga o'zi sotyapsiz bu podvallar? Men o'zimning narsalarimni saqlash uchun sotyapman. Ha, bo'lmasa unda yaxshi, lekin men sotmayman, hozir arendaga beraman. Hamma yashiklarni olib chiqishim kerak. Mana sizga shuncha pul hech qanaqa yashik olib chiqish kerak emas. Nima? Ha, bo'ldi, shpetsiyada bo'ladi. Endi bu meniki. Bo'ldi, bor yo'qolarim bo'ldim. Voy do'stlar, men buni qaranglar, qancha menga pul berdi bu. Qancha pul berdi? Bo'ldi. Qishloq millioner. Siz uchun men olib berdim. Ha, qo'rquvchi, mana hamkasbingdan o'rganmaysanmi? Menga podol olib berdi, qimmatbaho narsalar sotib olaman, qolsan olaman bu yerda. Qimmatbaho narsa topib olaman, keyin sotamiz. Davay, yashiklarni hammasini tekshirib chiqinglar, hammasini qidirib chiqinglar. Bo'ldi, millioner qishloqqa hozir hammasini tekshirib chiqamiz siz uchun. Davay, turmalaring yana bu yerda. Men boyman-ku, boyman. Qishloq millioner nima qilishni biladi. Yashiklarni bu yoqqa suramiz. Davay, bu yashiklarni ham surlaring. Qishloq millioner xafa qo'shmasman, lekin bu yerdan hech narsa topmadi. Nimaga hech narsa topmaysan? Bo'lish kerak edi-ku axir. Nima shu narsani va qimmatbaho narsa sotib oldim endi. Ha, qimmatga sotib olasiz. O'zingiz so'radingiz-ku axir. Men o'yladim bu yerda qimmat narsalar bo'ladi, qimmatbaho narsalar bo'ladi deb endi o'yladim. Hech narsa chiqmadi. Juda ham qimmatga sotib oldinglar bunaqa narsa uchun. Nima qilganinglar axir bu? Qishloq millioner, biz bilmaymiz-ku, lekin bu yerda o'zingiz yetadingiz. Qishloqda yashashga odat o'tdingiz. Bu yerda uy qilsa bo'ladi. Ha, rostlanib ta'mirlasa bo'ladi bu yerda chiroyli qilib. Davay, bo'lmasa bu yerto'lani chiroyli qilib, hammasini qilib ta'minlab beramiz. Shu yerda xohlasangiz yashaysiz. O'zingiz xohlayotganingiz qishloq hayotda yashashni. Bo'ldi, davay qo'rquvchilar. Ishga tushinglar bo'lmasa hammasini albatta qilib ta'minlaysizlar. Do'stlar, o'yladimki, bu pullarni men hammasini shaharda ishlatmoqchiman. Ko'p o'yladim, nima qilsamikin bu pullarga dedim. Sho'llash, men shaharga boraman, hozir ishlataman. Hozir hammamiz birga boramiz. Xullas do'stlar, qani ketdi. Nima bo'pti, men tushunmadim. Nima bo'pti? Mana uyim tegida. Bu nima qurib tashladinglar? Mana uyimni tegida. Nima qurdingiz bu yerda? Axir o'zingiz ruxsat berdingiz-ku. Menga sotib oldim-ku bu yerto'larni. Men sotib oldim-ku sizdan. Ha, men senga yer, men senga narsalar saqlash uchun sotuvdim. Nimaga bunday qilib tashlading? Kapot, baribir sen yetdim-ku sotib olmadim-ku. Bu meni qo'rquvchilarim, tanishon. Mana men sendan sotgan. Uzr so'rayman endi nima qilganim uchun. Uzring qabul qilmayman qo'rquvchi. Bizga bashi farqi yo'q. Xohlasang kir, ta'mirlagan uyimni meni ko'rishga juda ham zo'r qilgan. Qo'rquvchi, men senga sotuvdim narsalar saqlash shu. Bunaqa bizib tashlash uchun emas. Nima deyapsan, kapot? Davay, xohlasang kir. Nima qilaman kirib, mayli kirib ko'raychi. O'zi qanaqa ta'mirlayapsan bu yerdan chiqib ketasan tushsam. Men boshing kiradi ko'rib olgan, kiyib olgan o'zing tushundingmi? Sen so'ylayman kirmaga. Bor bu yerdan. Vo, nima qurding?
Voh, qishloq millioner voshi zo'r chiqdi-yu bot. Ha, kammo nima senga nima dedim, qarashotga ta'minlaganimmi? Men baribir qarshiman, uyimda hech narsa qurasan vashi. Nima chuqur qilib tashlading? Men sen yer to'lani sotuvdan bo'ldi narsa saqlash uchun. Voh, botni garaj qilib olib senga kichkina joy sotuvdan ku axir senga. Bunaqa chuqur qilishni sotmaganim senga. Kapot qarshi bo'lsa, o'zi qishlog'ingdan so'rga, qishlog'ingdan sotib olaman pul bersa. Bor yo'qol botdan. Nima qilaman? Bodan chiqib ketam, o'zing chiqib ket xolasam. Qishloq millioner, ko'rsaman ku hali senga jinroq bo'lib qolganmisan. Men senga buni sotmagan edim vashi. Zannoma sotib oldim. Xolasang pul beraman endi. Bora qol puling ko'rsin seni obbo do'stlar. Bitta men bachinkani yetib tashladim. Bitta zo'r narsa o'ylab topdim. U axir aytibdi-ku, tozalikni yaxshi ko'raman. Xullas hammasini tozalab, yaltirab shunaqa narsa quribdi endi almasni. Men buni endi buzishim kerak. Sasoy bilan kirma, sasoy oyog'im bilan kirma. Men bachinkaniki hozir hamma yoqni sasoy qilamiz endi. Qishloq hojatxona qayerda edi qishloqda? Ha, kampuni anetda. Bo'ldi, qishloqqa mana hozir ko'rsaman endi senga. Do'stlar, vashi sassa xullas hojatxonadan oldim bu narsani. Do'stlar, vashi sasotda. Kapot jidro. Nima bu? Qo'rquvchilar yordam beringlar. Nima bu yordam beringlar menga. Qo'rquvchilar chiqasinglar mana bu yerda. Jidromsanlar, jigaray nima bu? Hojatxonada qilyaptimi? Nima bu qo'rquvchilar? Uzr qo'l qash ko'rgurmay qolamiz endi, bilmay qolamiz. Nimani ularman deydi, bo'ldi kechgan endi bo'pti. Bo'pti, hozir mashinani olib ketamiz deb boshqa qishloqga. Qara mashinani olasanlar kirib ketdi-ku. Ketdi bo'pti. Yuzta bo'ladi-ku axir. Nima qilasanlar? Yo'q, boshdan savat qiling. Qayoqqa boshda ketdi? Bo'ldimi do'stlar? Ketishdimi? Namish tez ketishdi. Voy, bo'ldi. Bu yoqqa qorish kerak endi do'stlar. Mana qaranglar, bo'ldi, hammasi tayyor bo'ldi. Biz qishloqlarni haydab yubordik hammamiz. Bu usul har doim ishlaydi. Esinglarda qolsin ham. Mana qaranglar, yer nimalar o'yotibdi. Mayli bunga tegmay qolinglar. Hozir bo'ldi do'stlar. To'xtaylik. Bu menga qoldimi? Rostdan menga qoldi. Bu mashinani ham olib chiqib ketmabdi даже. Bo'ldi, rostdan endi bizlarning qishloqqa qaytmasa kerak bu yoqqa mashinaga. Do'stlar, yana pulni qaytarib olmadi oxirigacha. Bo'ldi do'stlar, juda ham zo'r bo'ldi. Bu yer to'la sotganim emas, qishloq topgani zo'r bo'ldi. Keyin sotganim. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasan, keyingi joyimni kuzatishga davom etinglar.